Do'stlar, O'zbekistonda kreditdan qarzdorligi bo'lgan, shuningdek kommunal to'lovlar bo'yicha to'lashi kerak bo'lgan majburiyatlarini to'lay olmayotgan muhtoj oilalarga davlat tomonidan yordamlar beriladi. To'g'ri eshitdingiz do'stlar, ushbu xabarimni barcha muhtoj oilalardan bo'lgan tanish-bilishlaringizga yoki ijtimoiy reyestrlarga kirgan barcha tanish-bilishlaringizga maksimum darajada yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi. Hozir tushuntirib o'taman, video xabarimni o'zingiz uchun ham saqlab qo'ying. Ramazon munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining topshirig'iga muvofiq O'zbekiston Respublikasi bo'ylab jami 254 ming oilaning kreditdan qarzdorligini yopish uchun 30 milliard so'm yo'naltiriladi. Shu bilan bir qatorda esa kommunal to'lovlar bo'yicha majburiyatlari bo'lgan, ya'ni qarzdorliklari bo'lgan, ularni to'lay olmayotgan muhtoj oilalarning qarzdorliklarini yopish uchun ham 14,3 milliard so'm davlat byudjetidan yo'naltiriladi do'stlar. Endi buni qanday olishimiz mumkin, qanday foydalanishimiz mumkin degan agar savol sizda tug'iladigan bo'lsa, yaxshilab eshiting. Mazkur kreditdan qarzdorligi bo'lgan, kommunal to'lovlari bo'yicha to'lovlardan qarzdorliklari bo'lgan oilalarning elektron ro'yxati mavjud. Tegishli mas'ul muassasalar tomonidan ushbu elektron ro'yxat asosida ularning qarzdorliklari 1-martga qadar yopib beriladi. Bilaman, sizda ham kredit bo'yicha qarzdorliklar bo'lishi mumkin, kommunal to'lovlardan qarzdorliklar bo'lishi mumkin, lekin mana shu ro'yxatda bormisiz yoki yo'qmi degan savol sizni qiynaydigan bo'lsa, unda mahallaga chiqasiz, ijtimoiy xodimga uchraysiz yoki mahalla raisiga meni mana shuncha qarzim bor, men ham ushbu ro'yxatda bormanmi yoki yo'qmanmi degan savol bilan murojaat qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, O'zbekiston ijtimoiy davlatda sizning, bizning barcha ijtimoiy huquqlarimiz davlat tomonidan kafolatlanadi hamda qo'llab-quvvatlanadi. Do'stlar, ushbu xabarimni yana bir bor eslatib o'taman. Barcha tanishlarga maksimum darajada yuborib qo'ying, zero O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan barcha xabardor bo'lsin. Ijtimoiy ta'minot sohasidagi qonunchilikdagi mana shunday yangiliklardan, xush xabarlardan o'z vaqtida xabardor bo'lish uchun Kaminaning ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib boring deyman. Obuna bo'lmasangiz ham mayli, kuzatib boring. Zero biz tomonimizdan berilayotgan xabarlar sizga foydasi tegib qoladigan bo'lsa, biz ham mana shu savobdan umidvormiz. O'zingizni ehtiyot qiling.